Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar hammalaring? Hammalaringga bahoriy kayfiyat, a'lo darajada va yuqori darajada bo'lsin. Yangi ish boshlab turganlarga yana ham omadlar, kuch-quvvat, g'ayrat, dastlariga baraka bersin. Xudo xolasa mana bahor kelish arafasida turibmiz. Shuning uchun yutganlarimiz aksariyati tuxumlarga kirib qolishdi. Imkon qadar joylarni tezlashtirishga harakat qilyapmiz-da va joylarni boshladik mana xudo xolasa. Birinchi navbatda biz o'zimizga kerakli bo'lgan nima deydi, o'zimizda bor materiallardan foydalanyapmiz xullas kalom. Kerakli narsalarni olib qo'yganmiz. Drenlar, uskunalar degandek. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yana obzor qilib tashlab boramiz. Qanday savollar bo'lsa yozib qoldiringlar, javoblar berishga harakat qilamiz. Imkon qadar hammalaring harakatni kuchaytiringlar. Xudo xolasa bahor bu yil nihoyatda boshqacha, ko'tarinki kayfiyatda, a'lo darajada keladi. Hammamizga xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Parrandalarimizga, dehqonchilik ziroatlarimizga Alloh o'zi barakotlar bersin. Ko'paygandan ham ko'paysin. Ilohim xursand qilsin hammamizni. Ishlarimizga rivoj bersin Allohim. Allohdan shuni so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar. Yana xudo xolasa sekin bitishiga qarab tashlab boraveramiz. Salomat bo'linglar. Ishlaringga, hammalaringga rivoj, xonadonlaringga fayz barakot. Farzandlaring baxt kamollarni ko'ringlar. Firmalaring rivojlangandan rivojlanib ketsin inshaalloh. Oz bo'lsa ham manfaatimiz tekkandan nihoyatda xursandmiz. Qanday savollar bo'lsa bemalol murojaat qilib aloqaga chiqishlaring ham mumkin. Imkon qadar vaziyatlaring bo'lsa kelib ko'rib ketishlaring ham mumkin. Hamma sharoit qulayliklarni yaratib berib, savollaringga to'la to'kis javob olib ketishlaring ham mumkin. Sog' bo'lasizlar birodarlar. Ishlaringga omad yana bir bor. Alloh o'zi xayrli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.